eshikni yopadilar. Va payg'ambarimiz alayhisolamga aytadilarki, "Buyuring ya Rasululloh" deb payg'ambarimiz alayhisolamni ichkariga kiritadilar. O'shanda mushriklar ketgandan keyin Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni o'sha yagona tuynukni yopdilar, oyoqlaridan, tovonlaridan yopdilar. O'sha joydan bir zaharli ilon kelib Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni tovonlaridan chaqadi. Zaharli ilon chaqadi va payg'ambarimiz alayhisalom Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni mana shu joyda nima qiladilar? Davolaydilar. Mana shu joyda davolab va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni bir farzandlari, o'g'illari bo'ladi. O'sha echkini suti bilan payg'ambarimiz alayhisalom va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni 3 kecha mana shu joyda echki suti bilan boqadilar va 3-kechadan keyin payg'ambarimiz alayhisalom nima qildilar? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan birgalikda Madina Munawvaraga hijrat qiladilar. Bu joyga hojilarimizni olib kelamiz. Bu saodat asrida, saodat qissalarida va payg'ambarimiz alayhisalomning tarixlarida yozilgan. O'qiganlar bo'lsa kerak, mana bu g'orda og'zini o'rgimchaklar o'ralishligi, kabutar mana shu joyga in qo'yishligi, bu narsalarda hammasi hikmati nimada? Payg'ambarimiz alayhisalom nima qilganlar? Birinchi insoniyat yaratilishdan oldin payg'ambarimiz alayhisalomning nurlaridan Alloh azza va jalla butun koinotni yaratgan, bu insoniyatlarni yaratgan. Va payg'ambarimiz alayhisalomning eng mahbub bandalari, eng habib bandalari kim edi? Payg'ambarimiz alayhisalom edi. Alloh azza va jallaning eng mahbub bandasi, eng yaxshi ko'rgan bandasi, eng yaxshi ko'rgan payg'ambarlarning orasida va oxirgi so'nggi payg'ambar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam edilar. Shuning uchun Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisalomni himoya qildi. Agar g'orda bir qadam qo'yganda edi o'sha mushriklar, mana shu bir qadam qo'yganda edi, zotan mushriklar payg'ambarimiz alayhisalomni ko'radilar va jonlariga ozor berardi. Shuning uchun Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisalomni asradilar, jonlarini asradilar va mana shu joydan hijratni boshlanishlik yili boshlandi. Xo'p, inshaalloh duo qilamiz. Alloh azza va jalla bizni